Mashinangizga propan o'rnatganda tagini shumka qilishga qiziqmanglar. Mana o'zimiz mashinada ham tagini shumka qilinmagan. Birorta mashinamizda o'zimiz mashinalarda tagini shumka qilmasdan qo'yamiz. Hech qaysisida shumka qilmaymiz. Sababi balonni tagidan mana o'zini mashinaning o'sha nimani qozonni nimalari bo'ladi, qovurg'aga o'xshagan joylari. Mana shu yerda havo aylanib turadi balon bilan korpusning o'rtasida, mana kuzovning o'rtasida. Bu yerda ham joy bor, bo'shliq bor. Shu yerda havo aylanib turadi, balon tagi quruq turadi. Buni gaz ballonlarning materiali, metali otsinkovka qilinmagan. Shu sababdan bu zanglaydigan material hisoblanadi. Zanglaydigan metal hisoblanadi. Bunga havo o'tmasa, namlik tursa, o'zida namlik saqlasa, zanglab chirib ketadi. Mashinalarda kuzov ayrimlari otsinkovka qilingan bo'ladi, ayrim mashinalar qilinmagan bo'ladi. Misol uchun Nexia birlarida shum izolyatsiya qilsangiz kuzov chiriydi. Keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, arqa qanot, arqa kriloni, yon taraflari Nexialarda gullashni boshlaydi. Shular shumka qilsangiz qilmasangiz. Mashinaning materiali otsinkovka qilinmagan metal, shuning uchun chiriydi. U zang olish xususiyatiga ega o'ziga. Shunga o'xshab, mana bu balon, gaz ballonlar ham metal otsinkovka qilinmagan. Birorta ochiq joyini qarasangiz, mana ozgina suv tegan bo'lsa, o'zi zanglashni boshlaydi. Shuning uchun balonni tagini shumka qilish kerak emas. Bu yerda hech qanaqa shum uchun ehtiyoj yo'q. Bu balon bilan kuzov jips turadi. Bu qattiq qotiriladi. Bu hech qanaqa qimirlamaydi balon. Shum chiqaradigan narsani o'zi yo'q bu yerda. Bu yerda shumka qilishga qiziqmanglar. Shumka qilsalaring balon tagi zanglab chirib ketadi. Chirib ketgan holatlarni hozir sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Mana shu balon 22-yilda qo'yilgan balon. Taglari hozir ko'tarib ko'rsangiz ham tiniq turgan bo'ladi. Hech qaysi chiramagan, hech qaysi zanglamagan. Shumka qilinganda o'sha nam tortib, suv tushsa yoki nam bo'lsa, o'zi issiq sovug'da ham namlanib turib, o'zini-o'zi balon chiritib yuboradi tagini. Siz xavfsizlik qilaman deb, nabarat xavfli ishga qo'l urib qo'yasiz. Shuning uchun shumka qilishga qiziqmanglar.